Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Ana bugun nasib bo'lsa darsimizni boshlaymiz. Qo'yish. Bu kranlarga ikkita ilmak bo'ladi, gak deydi. Gak bo'ladi, katta gak, katta yuklar uchun. Kichkina gak, kichkina yuklar uchun bo'ladi. Bu nima kerak bunaqa ikkita gak bitta bo'lsa bo'lmaydimi? Kamaz kranlarga, rast kranlarga o'xshab bekorlar uchun. Aytib o'taman. Bu kichkina yuklar bilan ishlanadi. Agar bu bo'lmasa, bu kattaga chiqib tushishi qiyin, mayna ferasi qiyin bo'ladi, ishni sekinlashtiradi. O'sha uchun mayda yuklarga anaqa maydaga ishlatiladi. Ma'lumot uchun bu qaysi biri qancha yuk ko'taradi, farqi nima buni dekorlar uchun. Mana kichkinaga 25 tonnalik kran bo'lsa, kichkinaga 2,5 tonna ko'taradi, yozib qo'yiladi yuziga. Agar kattaga 25 tonnalik kran bo'lsa, yana 25 tonna bo'ladi. Xuddi shunday 30 tonnalik kranniki kichkinaga 3 tonna ko'taradi. 45 tonnalikniki 4,5 tonna ko'taradi. 50 tonnalikniki ham 4,5 tonna ko'taradi. 70 tonnalikniki 5 tonna, 5,5 tonna atrofiga ko'taradi. 100 tonnalikniki 7 tonnagacha ko'taradi, kichkinaga. Xo'sh, kattaga ham xuddi shunday. O'sha 30 tonnalikniki 30 tonna ko'taradi. O'ziga yozib qo'yiladi birkasiga. 45 tonnalikniki 45 tonna ko'taradi, 50 tonnalikniki 50 tonna ko'taradi, 70niki 70 tonna ko'taradi. O'ziga yozib qo'yilgan bo'ladi. Xo'sh, bu ham hozir shu turishiga 25 tonna ko'tarmaydi. Sababi nima? Sababi bu hozir 4 ta troska turibdi. Zapasovka deydi. Ana 1, 2, 3, 4 ta troska turibdi. Xo'sh. Ana bu bittalik tros 2,5 tonna ko'targandan keyin hisoblashni oddiy usulni aytaman. Ana shu troslarni 2,5 tonnadan ko'taradi deb hisoblaymiz. 2,5, 2,5, 5, 2,5, 2,5, 5. 5 ga 5 10 tonna bo'ladi. Oddiy qishloqcha qilib tushuntirganga, tushunarli tilga gapirganga, tushuntirganga ana shunaqa nima qilsalar bo'ladi. Qachon ko'taradi bu 25 tonna dekorlar uchun? Hozir shu turishiga 10 tonna ko'tarsa, qachon 25 tonna ko'taradi? Qachonki ana bu bo'sh, bu shkif deydi. Ana shu bo'sh shkiflarga zapasovkani trosni hammasiga o'rab chiqsa, 1, 2, 3, 4, 5 ta shkifga ham bo'lsa, demak 5 tasiga 10 ta tros bo'ladi. Zapasovka 10 marta aylanadi. 5 marta aylanadi, 10 ta tros zapasovka bo'ladi. Ana o'sha paytga 25 tonna ko'taradi. U ham stirlar chiqmagan qo'liga ana shu turishiga stirlar 65 gradus, 70 gradusga tik qo'liga ko'taradi. 30 tonnalikniki ham xuddi shunday, 50 tonnalikniki ham xuddi shunday. Qachonki 50 tonna ko'taradi, 45 tonna ko'taradi, hamma shkiflarga zapasovka polni o'ralgan bo'lsa. Xo'sh, yana sizlarga nimani aytsam? Ana bu ma'lumot uchun aytib o'taman. Bu ограничение. Bu bir xayol bilan nima bo'lasizlarmi? Ana xayollaringiz ketib qoladimi? Ko'rmay qolasizlarmi, bilmay qolasizlarmi? Ko'rinmagan положение bo'ladi. Yukni ko'tarayotgan paytlaringiz bu kelib sterlarga urmaslik uchun bu bo'ladi. Tosh osilib turgan payt bu amray pastga tushadi, tosh bosib turadi. Agar toshni gak ko'tarsa, kelib tegsa, bu avtomatik qo'yib beradi. Keyin ishlamaydi joystik kuratnikidan. Bu ham xuddi shunday. Bu xavfsizlik uchun-da bu. Nasib bo'lsa, keyingi darslarimizni kuzatib borsangizlar videolarimizni, avtokranni iloji boricha hamma joyini o'rgatishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.